Assalomu alaykum hammaga. Xormanglar, yaxshimisizlar? Charchaymsizlarmi? Haftalik tahlil videosida sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Hop, bu haftalarni yaxshi profitda yopib oldinglar degan umiddaman. Xudo xolisa haftalik tahlil videosini bozor yopilishidan oldin, ya'ni juma kuni yozyapman. YouTube'ga video chiqargim kelib qoldi, o'shanga e'tiboraman dedim. 6-apreldan 12-aprelgacha bizda Forex Factory bo'yicha yengilliklarni ko'radigan bo'lsak, bizda dushanba, seshanba yengillik yo'q. Menimcha katta ehtimol bilan bu payt bozorda ya'ni volatilnost yuqori bo'lmaydi. Shuning uchun savdo qilish ehtimolimiz ham kamroq bo'lishi mumkin. Hop, chorshanba kuni FOMC meeting minutes soat 11 da chiqadi. Agar shu kuni savdo qilmoqchi bo'lsanglar, soat 11 gacha, kechqurun Toshkent vaqti bilan 11 gacha pozitsiyalarni yopishinglarni tavsiya beraman. Payshanba kuni 5:30 da bizda CPI hamda unemployment claims chiqadi. Ya'ni CPI bilan unemployment bir vaqtda chiqqan sababli o'zi CPI da narx bir tomonga kuchli impuls bilan o'tishini guvohi bo'lamiz. Shuning uchun CPI yengiligigacha savdo qilmaslikni va CPI yangiligidan keyin 15 va 20 daqiqadan so'ng savdo qilishni tavsiya beraman. Chunki agar CPI dan oldin pozitsiya ushlaganlar biladi, u broker stop lossingizni ham surib tashlaydi. 1% risk qilgan bo'lsangiz, o'sha 2-3% ga surilib ketishi mumkin. Juma kuni bizda 11 da GPP da GDP monthly yengilligi bor. Keyin esa 5:30 da PPI ham kuchli yengillik hisoblanadi. Prelim UOM inflation expectation bu uncha kuchli emas. Shunda bizda savdo qiladigan kunimiz hop, seshanba ishlab ko'rsa bo'ladi. Menimcha dushanbani men o'tkazib yuboraman. Seshanba, chorshanba FOMC gacha, payshanba bo'lsa CPI dan keyin ko'rishni maslahat beraman. Juma kuni ham agar mana shu 3 kunda yaxshi foyda qilib qilsanglar, juma kuni kirishni tavsiya bermayman. Atak juma kuni ham yengillikdan keyin, men PPI dan keyin ko'rsa bo'ladi, agar setup bersa, ishlasa bo'ladi. Endi bo'lsa chartga qaytamiz. Dollar indeksi 1 oylik time frame'da juda ham qiziq narsani guvohi bo'lib turibmiz. Narx mana bu inversiyadan reaksiya olib turgandan keyin ICT ni bitta modeli meni esimga tushyapti. Ya'ni accumulation, manipulation, distribution, IMD patternni deb qo'yishadi. Bu nima degani? IMD patternida o'zi nima bo'ladi? Hop, IMD bu accumulation, ya'ni birinchi bo'lib narx akkumulyatsiya holatiga o'tadi, keyin esa narx manipulation bo'ladi. Bu manipulation va oxirgi bosqichimiz bizda bu distribution, ya'ni distributsiya, ya'ni yetkazib berish holati bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? E'tibor bersanglar, narx birinchi akkumulyatsiya holatida, ya'ni bitta range ichida bo'ladi. Keyin esa manipulyatsiya bo'lib turib, bir tomonga harakat qilib va bir tomonga harakat qilgan payt qaysidir PDRA dan reaksiya olib distribution holati 3-fazamiz distribution bo'ladi to sell sidegacha. Okey, mana buni sell side deb olib qo'ysak, hozir men dollar indeksida 1 oylik time frame'da aynan shu modelni guvohi bo'lib turibman. Mana bu accumulation holati, accumulationdan keyin mana bu manipulation holati va 3-fazamizda bizda distribution holatini ko'rishimiz kerak deb o'ylayapman. To buni tushundinglar-ku o'zinglar. Mana chizib ko'rsataman. Mana bu yerda plus accumulation deb olsak, manipulation bo'lib turib, qaysidir PDRA dan qaytyapti. Fair value gap va inversion fair value gap. Mana bu bo'lsa distribution holati mana shaklda davom etishi mumkin. Bizda 100 ruinida sell side bor. Birinchi target uchun ishlatishimiz mumkin. Ikkinchi sell side qilib 99578 ruinni olishimiz mumkin. Lekin birinchi bo'lib narx 100 ga tushishini kutyapman. Shaxsan o'zim. Okey.
Endi bo'lsa sell saytni shunday ko'rinadigan qilib qo'yamiz va weeklyga o'tamiz. Weeklyda bo'lsa dollar indeksda narx mana bu fair value gapdan yaxshi reaksiya berganini ko'rishimiz mumkin. Bizda o'sha monthlyda ko'ringan fair value gap bunda ham ko'rinib turibdi. Weeklyda hozircha shuni ko'ryapman va narx mana bu fair value gapdan reaksiya olib turganini ko'rishimiz mumkin. Bu shunchaki korreksiya sifatida ishlatish mumkin. Bizda weeklyda eng yaqin PDRA hozir narx weeklyda mana shunaqa qilib yopilsa, bu yoqda bizda fair value gap mavjud bo'lishi mumkin va uni tepasida mana bu order block ham turibdi. E'tibor bersanglar, agar narx hozir juma kunida o'tiribmiz, soat 9:30. Kechqurun shunaqa bo'lib yopilsa va keyingi shanba bunaqa qilib qanaqadir ochilsa, berish holatida juda yaxshi urinayapti-yu. Xullas shundaylar-yu, mana shunaqa bo'lib ochilgan payt magnit yonib qolgan shekilli. Okey, mana shu shaklda bo'lsa, mana bu yerda bizda fair value qolib ketishi mumkin, ehtimoli bor demoqchiman. Agar shunaqa bo'lib qolsa, narx mana shu fair value gapdan va order blockdan qaytib ketishi mumkin. Endi dailyga o'tadigan bo'lsak, dailyda nima bor? Dailyda sell saytimiz juda ham chiroyli turibdi, 100 urinida. E'tibor bersak, bizda dailyda breaker block hamda order block joriy qilingan. Biz yoki OB ni o'zini olib qo'ydim men. Tanasi bilan va unga qo'shimcha mana bu volume imbalance bizda narxni pastga qaytaruvchi zona sifatida ishlab berishi mumkin. Shu haftaga mana shunaqa narsa bo'lishini men o'zim kutyapman. Xo'p. Hozircha dollar indeksda shu. Endi yevro bilan funtni o'zingizlar korrelyatsiya sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Birinchi dollar indeksni analiz qilib turib, savdoga kirishga kelganda yevro funtga murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi tillarni tez ko'rib videoni yakunlaymiz. Tillada weeklyda mana bu fair value gap va OB mavjud. Hop, dailyda bo'lsa, dailyda ham agar men OB ushlab qolmasa, breaker sifatida pastga qaytarib olishi mumkin. Mana bu fair value gap bilan weeklydagi fair value gap ichida dailyda ham OB hamda fair value gap bor. Men nima kutaman? Narx mana bu OB ushlab qolmasa, breaker sifatida ishlab turib, narx bu yoqqa kelganda keyin men bayga qiziqishim mumkin. Mana shunaqa ssenariy kutyapman. Xo'p, yana nima deydi? Chuqurroq analiz ko'rmoqchi bo'lsanglar, men Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanal opisaniyada. Sizlarni keyingi videoda kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savdolarga omad hammaga.